Xo'p. Demak, bugun keyingi darsga sizlar bilan yetib keldik. Shuni o'zi yutuq. Salom. Masalan. Xo'p. Demak, mavzuyimiz funksiyalar. Funksiya nima ekanligini, hozir funksiya mana bu narsa, mana bunaqa bo'ladi, mana bunaqa bo'ladi deb ketmaymiz. Birinchi problemadan kelamiz doim. Tasavvur qiling, funksiya yo'q edi, dasturlashda bitta muammo bor. Hozir men o'sha muammoni yozib beraman, ko'zinglar bilan ko'rasizlarda. Shunga yechim yo'q. Keyin shu funksiya keladi. Assalomu alaykum deb shuni funksiya yozamiz, shuni yechim bo'lib ketadi. Qaranglar, masalan, let yo const nima farqi bor? Const num1 degan o'zgaruvchi bor. Unga bironta raqam yozamiz, masalan 100 yoki 10. Const num2 degan o'zgaruvchi bor. Unga masalan 50 deb yozaman. Endi const num3 degan o'zgaruvchi bor. Unga masalan 60 deb yozaman. Mana 3 ta raqam yozdim, ha? Keling, bo'lgansan. Bo'lgansan. Kelinglar. 3 ta raqam yozdim. Tasavvur aniqlayman. E'tiborga chalib ketmasin. 3 ta raqam yozdik. Endi menga shu 3 ta raqam meniki. Endi menga mana shu 3 ta raqamni o'rtachasi kerak. O'rtachani kim bilmaydi? O'rtacha degani mana qanaqa matematikada oson. Bunga buni qo'shamiz. Chiqqan natijani bunga qo'shamiz. Qanaqa uchalasini bir-biriga qo'shib, nechta sonni qo'shdik? 3 ta. Ovqat yedilarmi? Ha? Ko'rmadingiz? Yo'q. Ana hidi keldi sen. Ha. Avtobus ketib qoladi, tez o'tiramiz. Keyin. E'tibor chalib ketadi deb o'ylayman, bolalar. No, chalmayapsizlar-a? Mana 3 ta son bor. 3 ta sonni o'rtachasini hisoblash degani, uchalasini bir-biriga qo'shib nechta sonni qo'shdik? 3 tami o'shanga bo'lish deganida. Endi maqsad o'sha o'rtachani topish. O'rtachani topish uchun const bitta o'zgaruvchi olaman. Ingliz tilida first deyiladi, birinchi. First average so'zining qisqartmasi. O'rtacha degani average. Barobar qavs ochaman, ketdik num1, o'rtachasini hisoblamoqchiman. Qo'shilgan num2, qo'shilgan num3. O'tgan darsda o'tdik. Raqamlarni bir-biriga plyus qilaveraman, chunki ular oddiy raqamlar. Raqamlar plyus bo'lgan paytida yopishtirib qo'yilmaydi, qo'shib ketiladi. O'tgan dars esinglarda. Endi o'rtachasini topish uchun nechaga bo'laman? 3 ga, to'g'rimi? Endi console log deyman, first deyman, average deyman. Natijani ko'ramiz. Ana qilmayman-ku. Uzr, yoqmayapman anaqani. Xo'p. Console log deymiz. Mana chalg'itmasin 40. Mana chiqdi. Haqiqatdan ham qo'shib ko'ramiz. 10 ga 60, 10 ga 50 60, 60 ga 60 120, 123 ga bo'lsak 40. To'ppa-to'g'ri. Xo'p, qani shu yerda funksiya kerakmi? Yo'q, kerak emas. Endi shartni aniq qilamiz. Yana 3 ta son mana. Endi bunyodda masalan 3 ta soni bor. Tasavvur qilaylik. Const num4, num1 deya olmayman, 2, 3 deya olmayman, chunki ochib qo'yganman. Bunyod son ayting. Liboy 70. Qattiq o'ylandingiz-a? Son aytishyapti. Necha aytishim kerak deb aniq qilib. Liboy son aytavering. 20. Aha. Const num6 barobar 5 mi? 5. Yaxshi. Ana endi bunyod ham nimani hisoblamoqchi? O'zini sonlarini o'rtachasini hisoblamoqchi. Endi nima qilishimiz kerak? Yana mana buni qilamiz. Const second average, to'g'rimi? Ikkinchi o'rtacha bunyodnikida. Yana qavs ochib nimani qo'shib chiqamiz? Num4 plus num5 plus num6 bo'lingan 3 deymiz. Javobini ko'rish uchun console log second average deymiz. Mana bu yerga keling, masalan mana Farruh deb yozib qo'yay. Bo'lgansan. Keling. Mana masalan Farruh deb yozib qo'yamiz. Console logga shunaqa qilish imkoniyatimiz bor-ku. Mana bu yerga bunyod deb yozib qo'yamiz mana. Vergul bilan. To'g'rimi? Hech qanaqa bizni chalg'itadigan narsa yo'q. Natijani ko'rsak, xo'p, aylantirsak, o'chirib qo'ygan ekanman nimagadir. Bilaman, nega o'chib qoldi? Xo'p, console log
aylantiramiz. Mana. Men o'rtacha raqamim 40, Bunyod bekniki 31 butun balo battar ketgan. Xo'sh. E'tiborli u yoqda emas, natija muhim emas. Natija muhim emas. Nima ish qilayotganimizga qaranglar. Yanada yaxshiroq tushunishlar uchun kelinglar. Aziza ham yana 3 ta son o'ylasin, masalan. Unga ham o'rtachasi kerak bo'lib qoldi. Masalan, const nam 7 bo'ladi. Ayting son. 30, masalan, const nam 8 barobar 60. Xo'p, const nam 9 barobar 80. Mana chiqdi. Endi buni ham sonini o'rtachasini hisoblash kerak. Const 3 degani third, to'g'rimi? Third average barobar qavs ochib nam 7 plus nam 8 plus nam 9. Xo'p, nam 9 bo'lingan 3. Endi buni chiqarish uchun console logga third average ni chiqaraman. Natijani ko'ramiz. Mana bu yerda Azizani o'rtacha soni deb mana qilib mana endi to'g'ri bo'ldi. Chiroyli bir akkuratni chiqaradi. Biroz kichraytiray mana bunaqa. Bittada tursin. Natijasini bitta ko'rsak, mana Farruh, Bunyod, Aziza. Endi funksiya nima? Funksiya qaranglar nima bo'lyapti. Diqqatinglar bilan qaranglar-da. Mana shu yerda bor-ku, 3 marta bir xil ishni takrorlab tashadi. Prosta raqamlari boshqa, ish o'sha. Tasavvur qilinglar, endi hayotiy misol aytaman. Bizning uyda 2 qop bug'doy bor. Nodirbeklarnikida 5 qop bug'doy bor. Siz Husnbek, Husnbeknikida 8 qop bug'doy bor. Husnbek ham bug'doyini un qilmoqchi, Nodirbek ham bug'doyini un qilmoqchi, men ham 2 qop bug'doyimni un qilmoqchiman. Qayerga boramiz? Agar tegirmon yo'q bo'lsa, men uyda tegirmon yasayman. Bitta un uchun o'zimizga un qilamiz. Anaqa Husniddin ham o'ziga tegirmon yasaydi, un kerak-ku. Meni bilmaydi-ku. Nodirbek ham o'zini uyida tegirmon yasaydi. To'g'rimi? Kimga un kerak bo'lsa, davay tegirmon yasash kerak bo'ladi, to'g'rimi? Lekin real hayotda shunaqami? Hamma o'ziga tegirmon yasa oladimi? Hamma qayerga boradi? Tegirmonga boradi. Masalan, hayotiy misol aytyapman, oddiy. Endi lekin biz hozir qanaqa qildik? Hayotiy misol qilmadik. Hamma tegirmonga bormayapti-da, hamma nima qilyapti? Tegirmon yasa olyapti. Qayerda? Mana bu yerda qaraysiz. O'tirib, mana tushuntiraveraman, qaranglar. Mana qaranglar, first average ni mana bunga e'tibor qaratinglar, mana. Bunga qaranglar. Mana shift bilan belgilaydimi? Qanday belgilaydi? Command. Hop, option. Mana qaranglar. Mana shu yerda qarab ko'ryapsan, mana. 3 qop bug'doy bor. Mana hayotiy misoldan olib kelyapman. Un qilish uchun bu ham o'ziga tegirmon yasab, 3 ga bo'lib nimadir qilyapti. Ikkinchisi ham xuddi yana shu ishni qilyapti, uchinchisi ham xuddi yana shu ishni qilyapti. Ana shu yerda funksiyani yaxshi tushunmaydigan programmistlar bir xil ish qiladigan, masalan, saytni home degan joyda qanaqadir ish qiladigan bitta narsa yaratsa, navbatni masalan about degan qismda yana shunaqa ish kerak bo'lib qolsa, bismillah deb yana boshqacha shu ishni qiladi. Yana qayergadir borganda hozir bilsanglar nima qilyapsizlar-ku? Agar Figmani qilayotgan bo'lsanglar, navbar, footerlarni yasash uchun kodinglarni copy paste qilyapsizlar. Shuni o'sha noto'g'ri o'zi shunaqa ishlash. React o'sha muammolarni yo'q qiladi. Endi JavaScriptda esa mana shunaqangi takrorlanadigan narsalarni qayta yozmasdan funksiyaga olib qo'ysak, kodimizni hajmi hozir qarang, necha liniya? Birinchidan mayli 20 liniya bo'lsa, funksiyaga olsak bu 5-6 liniyada muammo hal bo'ladi. 5-6 ta liniyada. Xo'p, bu tushunarli. Endi xo'p, funksiya qanaqa qilinadi JavaScriptda? Oddiy, hamma dasturlash tilida bor. Buni hammasini kommentariyaga olaman, mana. Kommentga olaman. Pastdan yozamiz. JavaScriptda funksiya yozish uchun function degan kalit so'zini yozamiz. JavaScriptda funksiya yozish uchun function degan kalit so'zini yozamiz. Undan keyin esa funksiyaga ism qo'yamiz. Real hayotda qanaqa funksiyalar bor? Masalan, tegirmon nima funksiya bajaradi? Un chiqaradi. Mashina qanaqa funksiya bajaradi? Odamni A tochkadan B tochkaga olib boradi, to'g'rimi? Yana nimalar bor masalan?
fen nima funksiya bajaradi? Demak, hammasi funksiya, lekin ularning nimasi bor? Nimasi bilan farq qilyaptimi birdan? Ismi bilan ham farq qilyaptimi? Misol uchun fen degan tegirmon bo'lmaydi-ku, to'g'rimi? Masalan. Demak, nima demoqchiman? Funksiya kalit so'zini yozganimizdan so'ng, albatta funksiyaga ism qo'yishimiz kerak. Biz qanaqa funksiya yaratmoqchimiz? Sonlarning o'rtacha qiymatini topib beradigan funksiya yaratmoqchimiz. Tegirmon yaratmoqchi emasmiz. Sonlarning o'rtacha qiymatini topib beradigan funksiyaning ismi nima bo'ladi? Calc degani ingliz tilidagi calculate, hisoblash, kalkulyatormi? Kalkulyatorning ma'nosi hisoblagich degani, to'g'rimi? Calculate degani hisoblash degani. Calc nimani hisoblash? Average deb yozilarmidi? To'g'ri yozdimmi average'ni? Endi birinchi funksiya ekanligini bildirish uchun function calc so'zini yozamiz. 2 funksiyaga ism qo'yamiz. 3 albatta yumshoq qavs qo'yamiz. Yumshoq qavs. Yumshoq qavsdan keyin esa albatta jingalak qavs qo'yib mamday qolamiz. Bo'ldi. Funksiya yaratdik JavaScriptda. Mana shu narsa funksiya. O'ta qo'rqinchli, to'g'rimi? Vahshiy vahimali-ku. Qo'rqib ketyapsizlarmi? Qaltirab qo'rqmayapsizlarmi? Men borman, cho'tga o'rgatyapman. Qarang mana, calc average degan funksiya yaratdim. Nima ish qildirmoqchi edik unga? Qulga. Bu qulvachchaga nima ish qildirmoqchi edik? Xo'p. Endi tegirmonga borib un qilib berdingizmi yo nimamiz bilandir boramizmi tegirmonga? Qopda nima bor? Bug'doy bilan boramiz, to'g'rimi? 2 qop bug'doy, 3 qop bug'doy, hamma har xil bug'doy bilan keladi. Endi bizni o'rtacha son hisoblaydiganimiz mana bunday bo'ladi. Aytamiz, qarang, ularga avvaldan aytib qo'yapman. Tegirmon yaratganda senga bitta qop keladi, 2 ta raqam keladi, 3 ta raqam keladi deb avvaldan aytayapman mana. Mana bu funksiyaning asosiy ish joyi ichkarisi, tashqarisida aytamiz, senga bitta, 2 ta, 3 ta raqam keladi. Lekin bularga hozircha o'zgaruvchi qilib yozib qo'ydim. Qanaqa raqam kelishini bilmayman men ham. Mana senga 3 ta raqam keladi. Endi nima qilamiz? Const deymiz. Const. Xo'p. Average sonning o'rtachasini hisoblash. Yumshoq qavslarni ochamiz. Num1 plus num2 plus num3. 3 tasini olasanda 3 ga bo'lasan deymiz mana. 3 ga bo'ladi-da, qiladigan ishi console logga mana shu average ni prosta tak chiqaradi. Bo'ldi. Sonlarni qo'shib, o'rtachasini topib beradigan funksiya tayyor. Endi kim ishlatsa ham mana shuni ishlatadi. O'ziga yaratmaydi, tepadagidek. Ya'ni qanday? Mana bunaqa qilib, mana bu yerga o'xshab, mana bunga o'xshab, bunga o'xshab, bunga o'xshab yaratmayapmiz. Hamma kimni ishlatadi? Calc average ni ishlatadi. Qanday qilib? Masalan, birinchi farq ishlatsin, kelinglar mana. Qo'yamiz, ochamizda. Farq sonlar necha edi? 10, 50, 60 a. Mana bu funksiyani chaqirish deyiladi. Funksiyani ishlatish uchun chaqiramiz. Chaqirish uchun function degan kalit so'zlarni yozish shart emas. Shunchaki nomini yozib bitta bosamiz. Yumshoq qavslarni qo'yib sonlarni beramiz. 10, 50, 60. Bu yerda nimaga teng bo'lib qoldi? Mana bu num1, mana bu 10. Num2, mana bu 50. Num3, mana bu 60. Yo'q, baribir ham tushunmadim. Chunki men juda aqlliman desangiz, 10 mana tushuntirish uchun mana 10. Mana bu 50. Mana bu 60. Men uchun shunaqa. Tegirmonni men ishlatsam, o'zimni bug'doylarimni olib borganim kabi, ha? Ishlatdik, dastur ishlatamiz. Bitta qarasak, mana 40 deb chiqarib berdi bittada. Kod endi qanday ishladi? Kod nima bo'ldi? Kodni ishlashini ham tushuntirib ketay. Kommentariyalar hech qachon hisobga olinmaydi, to'g'rimi? Keladi. Shuni 23-liniyaga kelib, bunday qaraydi-da, calc average degan funksiya bor ekan deb biladi, lekin ishlamaydi hech narsa. Prosta mana shunaqa funksiya borligini kod bilib ketadi, lekin ishlamaydi, chunki bu ishlatilmayapti. Funksiya chaqirilsa ishlaydi. Keyin shuni 27-liniyaga o'tadi, hech narsa yo'q. 28-liniyaga kelgan paytida calc average boya bilib ketgan funksiyasi bor-ku boyagina. O'sha ishlab ketadi. Ya'ni calc average, men mana buni ishlatishim kerak ekan deb birinchi nima qiladi? Mana bu yerda bitta sumkasiga 10, 50, 60 ni solib, yana qaytib tepaga chiqadi. Tushunyapsizlar-a? Tepaga chiqadi.
Endi mana bu birinchi idishni ichiga numberni ichiga sumkasiga solgan 10 ni olib kiradi. Num2 ni ichiga 50 ni olib kiradi, num3 ni ichiga 60 ni olib kiradi. Endi jingalak qavslarning ichi ishlaydi. Ketdik. Average degan o'zgaruvchiga mana bu yerga 10 ni olib kelinglar xayolan. 10 qo'shilgan 50 qo'shilgan 60 necha bo'ladi mana bu? 120. Uni 3 ga bo'lsak, javobi 40. Mana shu 40 konsol logga shunday chiqadi-da, funksiyani ishi shu bilan tugaydi. Chunki tugaydi-ku mana, jingalak qavsda tugadi-ku. Endi bo'ldi, yana bitta pastga tushamiz. Bunyod bekit sonlari bor. 70, 20, 5 degan, to'g'rimi? Bunyod sonlarini yozaveramiz. 70, 20, 5. Bo'ldi. Natijani qarang. Bunyodnikiga qiziq emas, tegirmonga qarang. Tegirmondan un chiqaradigan bo'lsak, kimniki ekanligi qiziqmi tegirmonga? Bo'ldi, bug'doy tashab ketdi, un qilib qo'ydi, bo'ldi. Bunyodniki Abdusamadniki bo'lmaydimi? Vaqti qiziq emas u. Yo'q. O'zi rostdan shunaqa aslida. Qanaqa so'z yozsak bo'ladi yoki? Endi to'g'ri solmadingiz. Xatosi. Xo'p, mayli. Keyingisi, anaqanikini ham hisoblab olaylik. Azizanikini ham. Azizani sonlari 30, 60, 80 berib ko'ramiz. 30, 60, 80. Bitta qaraymiz. Xato yozdimmi? Boya shunaqa chiqdi? Ha, bo'ldi. Mana. Okey, chiqdi. Lekin 40 kimniki ekanligini, 31 kimniki ekanligini, 56 kimniki ekanligini bilmayapmiz-ku. To'g'risi olib beryaptilar. Endi bizga yana nima kerak desanglar, yana bitta parametr kerak. Qanaqa parametr mana qarang. Bu sonlar biz keyingi parametrdan beramiz. Endi bu kimniki? Ingliz tilida nima degani? Kimniki? Inglizcha mana kimniki deb yozib qo'ysam bo'ladi. Lekin buzyapmiz-da, garoch anaqani. Inglizcha ishlataveraylik. Ingliz tilida kimniki nima bo'ladi? Whom'midi? Yoki who'midi? Who'smidi? Who's, mana shundaymi? Kimniki ekanligini ham berib yuborishimiz kerak parametrdan. Endi nima qilaman? Who'sni olaman, qarab turing. Anaqa. Average'ni oldidan mana qarang. Who'sni qo'yaman-da, mana shu. Mana shu who'sni qo'yib, mana bu who's mana bu yerga keldi. Agar xohlasa men joy tashab olaman. Mana bunaqa qilib yozaman, akkuratlik qilib. Who's mana bu yerga shunday keladi, chiqadi ekranga. Endi biz nima qilamiz? Mana bu yerdan virgul qilamizda berib yuboramiz kimniki ekanligini. Birinchisi Faruqniki, virgul, ikkinchisi Bunyod, virgul, uchinchisi Aziza, mana. Xo'p, mana buni faqat chiroyliroq yozmasak hozir yomon chiqib qoladi. Mana buni yozamiz. Natijani ko'rsak mana. Tushunarli bo'ldimi? Chotki tushundinglarmi? Funksiya nima ekanligiga? Bo'ldi shu, mana shu. Dasturlashda hamma funksiya deydi. Lekin ko'pincha akkuratlik nuqtai nazaridan hozir Faruqni oxirga yozib qo'yapman-ku. Undan ko'ra mana bu who'sni olamizda eng boshiga qo'yib qo'yamiz virgul qilib. Shunda o'nlarni siljitaman, to'g'rimi? Joy o'zgardi-ku. Endi mana bu yerda ham nima qilib yuborishim kerak? To'ppa-to'g'ri oldiga qo'yishimiz kerak. Mana qo'yamiz virgul bilan. Buni olamizda oldiga qo'yamiz virgul bilan. Mana buni olamizda oldiga qo'yamiz virgul bilan. Xo'p, endi bizga bu kerak emas. Bu ham kerak emas. Bu bo'li tushunarliroq. Mana buni ham kichraytirib yozamiz. Endi tepadagi kodni qarang-da qanaqaligini. Endi pastdagini qarang. Qancha chotki bo'lib ketdi-da, qisqarib, aniq lo'nda bo'ldi. Chunki biz bir xil amaliy ishni funksiyaga olib qo'ydik. Natijani qarasak, mana bir xil bo'lib turibdi. Ustoz, hatto who's numberlardan undoq oldida bo'lsa ham boshiga qo'yib qo'ydi. Numberlardan oldin o'z oldinda-ku numberlar. Yo'q. Undan oldin. Konsol logga ishlatishda ketma-ketlik. Bu mana bu yerga qaraydi faqat. Bu yer mana bu yer muhim emas. Tegirmonni ichiga kirib kelishda u faqat. Konsol log muhim. Konsol logda who's birinchida turibdimi? Bu who's o'rtada tursa ham birinchida chiqaveradi. U prosta funksiyani ichiga kirib keladigan joy. Bu yer mana bu yer konsol log emas. Mana bu yer konsol log, to'g'rimi? Konsolni basasiz mana joyga chiqarish. O'shaning uchun birinchida turganligi uchun birinchi bo'lib chiqyapti. Tushundinglarmi? Sal bo'lsa ham. Agar tushungan bo'lsanglar, kompyuter olib kelgan bo'lsanglar, olib kelmanglar, telefonda farqi yo'q. Endi sizlarga misol bor.
qanaqa misol ko'ramiz joyida. Mana buni ochaman mana. Ochamiz. Mana 7 ta misol bor. Bir ko'rinmayaptimi? Ya uzr. Agar ko'rinmayotgan bo'lsa past. Xo'sh, ko'rinmayotgan bo'lsa pastroqqa tushiramiz. Mana. Sizlar vazifanglar hammasini birlariga mana bu yerga ishlab beringlar. Mana shu 3 talasini. Mana birinchi misol. Berilgan sondan keyingi sonni qaytaradigan funksiya yozing. Ya'ni masalan, foydalanuvchi 10 kiritib yuboradi funksiyaga, natijasi ne chiqishi kerak? 11. 27 kiritsam 28. 30 kiritsam 31 deb qaytarib berish kerak. Xuddi mana bu yerda hozir birga ishlarku. Men 10, 50, 60 desam 40 chiqarib beryapti o'rtachasini. Xuddi shunaqa. Lekin o'rtachasini topib bermasin. Men son kiritsam, undan keyingisini topib bersin. Menga o'zi stop beryapti. O'tadi. Undan ko'ra g'ish tashlayman qaraychi. Topa olasizlar. Ketdik. Men shu yerda videoni pauza qilaman.